Assalomu alaykum. Xonadonlar bardamizlar, xonadonlar eshik hammalaringni. Bu yerga qushxonamizni ancha xudo xolasa kamaytirib oldik. Bu yerga xudo xolasa damga chiqyapti qushlar. Kamayib qolganiga nima qilmoqda? Ko'pchilik qushxonangizdan bir obzor qiling deydi. Bir obzor qilamiz xudo xolasa kichkinagina qilib. Xo'p. Mana xudo xolasa aqua moda parbulosolati nar. Alloh nasib qilsa bolalarini boqyapti. 1 2 3 4 5 6 ekan bolasi alhamdulillah. Xo'p, yana nimani ko'rsatay sizlarga? Bog'da mana xudo xohlasa aqua B2 KF nar violetga qo'shganmiz. Ikkalasining ham ko'zi qizil. Ko'pchilik shuna qilib qizil ko'z ishlatsa bo'ladimi deydi. Mana xudo xohlasa 4 ta bolasi bor alhamdulillah. Ikkitasi o'ziniki, ikkitasi Alloh alam lutinalikini surib qo'yganman. Issiqda kunlarida qushlarning ko'p tuxumlari palaxta bo'lib qoldi. Mana bu odamdek ko'rsalaring, daylatga qo'shganmiz alhamdulillah. Bolani o'ta zo'r boqadi, buyilga armon ishladi. Xo'p, 3 ta dona bolasi o'ziniki, ikkitasi giring surganmiz. Bolani xudoga shukr, o'ta zo'r boqib beradi. Xo'p, yana nima ko'rsatay? Ba'da mana xudo xolasa aqua nargisi blue beshta bolasi bor alhamdulillah. Bu yerda ham shunaqa, adashmasam ikkitasi o'ziniki, qolgani grinda surib qo'yganmiz. Bosh qizillari begonani bolasi. Bu yerda endi damdagi narlarimiz. Narlar bilan modani alohida qilib qo'shilaynim zo'r bo'ladi. Keyingi sezonga saralashga oson bo'ladi. Shuni hisobiga alohida qilib qo'yganman. Ba'da endi paradagi qushlarimiz xudo xolasa o'zimizga sezonga olib qo'ygan. Ular dam olib turibdi xudoga shukr. Mana keyin pastamda ko'rsalaring. Xudo xolasa bular hammasi bunaqa. Bitta 60 ga 42 ga bo'ladigan qafas bor-ku. Bolasini donga tushirib olgungacha otasi yoki onasi boqib turadi bularni. Alohida bitta pari, ikkita pari, mana 3-chi paramiz, mana 4-chisi. Hammasini 4 ta 5 tadan bolalari bor alhamdulillah. Boqishlari zo'r. Mana bu yerda kreminoga aqua qo'shganmiz. Xudo xolasa kremino aqua inoga ba'zi bo'lgan. Nar modalari renkali bo'lib chiqadi. Mana xudo xohlasa bolalari. Bitta dona bolasini surganmiz, o'zi bosh qizildi. Qolgani o'zini bolasi, 4 ta 5 ta bola boqyapti alhamdulillah. Qisqa qilib aytganda shu. Ba'zi mana xudo xohlasa Yellow Face bolalarni ko'rsataylik endi. Narini ja ko'rsatishyapti-da. O'zini bolasi split olganmiz xudo xohlasa, keyingi bolalari xudo xohlasa yana bir inshaalloh o'zimizga kerakli bazalarga. Xo'sh. Bo'ldi Alloh alam. Endi qushxonamiz boshqa 4 qator bo'lardi. Hozir damga chiqarganligimiz hisobiga sekin xudo xohlasa bu yilgi sezonga tayyorgarlik qilamiz. Inshaalloh bu yil bir yuvib tozalab, xonani remont qilib, qafaslarni yuvib olib kiramizda. Tozalikka baribir xudo xohlasa tozalikda baraka bor, ham qushlar ham xudo xohlasa mazza qiladi.